har qanday tadbirkor, har qanday biznesmen o'zini yo'nalishida, o'zini sohasida bilishi kerak bo'lgan narsa bor. Ya'ni biznesning zararsizlik nuqtasi, nol nuqtasi deyiladi. Bu nol nuqta nima aslida? Masalan aytaylik, siz biznesga o'rtacha rasxod qilasiz. Doimiy xarajatlaringiz bor. Doimiy xarajatlar misol oylik bo'lishi mumkin, kommunal to'lov bo'lishi mumkin, nalog, общий hammasini hisob-kitob qilib olganda, xodimlarni oyligidan va o'zi umuman biznesni rasxodini qoplash uchun biznes qancha pul ishlash kerak, necha pul ishlash kerak degan narsa bor. Misol uchun aytaylik, uchevlik sentrlarda nechta o'quvchi o'qisa, biznes nolga keladi. Umuman savdo sotiqda kuniga necha million savdo bo'lsa, nolga keladi degan narsa bor. U narsani o'lchab hisoblab chiqish kerak bo'ladi albatta. Bu narsani bilishlik tadbirkorga haqiqatan o'zi men plyusdamanmi, minusdamanmi degan narsani anglab yetishga, ya'ni hisoblab chiqishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun hamma tadbirkorlar o'zi bilishi kerak o'z biznesini nol nuqtasini.